Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Xo'p, eshiklar ustanovka qilib bo'lindi, ustanovkasi olingan. Endi plyunslar ustanovka qilyapmiz. Qilib bo'ldik, pashti ustanovkasini Xudo xolasa chiroyli qilib. Plyunsni qatirganimizda devor tarafdan, keyin pol tarafdan mana shunaqa bo'lib zazorlar ochilib qolgan. Bu kafel terilgan, bir xil joylarda shunaqa zazor bo'lib ochilib qolyapti, xunuk bo'lib. Tevasida devorga yopishmayapti, devorda atkosini pastlarini shpaklovka tortilayotganda unaqa qiyshiq qilib tortilgan. O'shaning uchun plyunsni qatirganimizda ular teva pastidan zazor bo'lib ochilib qolyapti. Ko'pchilik uyda egalari shularni tushunmaydi. Aytsak, masalan, biz plyunsni qatirgan ekanmiz, yamagani kelmaganmiz deb aytsak tushunmaydi, sizlarning ishlaring deydi. Keyin hozir masalan biz bu uyda egasi bilan kelishdik. Narxini kelishib yama beryapmiz. O'sha teva pastini Xudo xolasa chiroyli qilib ustanovka qilib beryapmiz. Bu kimga aybi bo'ladi? Shuni kommentlarda yozib yuboringlar, iltimos. Hozir eshiklarni bas, plyunslarni yamadi, eshiklarni yonlari ham yamalgan. Zazor bo'lib qolganda devorda meni devorim tekis deydi uyda egasi. Pravilani bu tarafga qo'yib, bizda aslida pravilani bu tarafga qo'ygani bilan devor tekis bo'lgani bilan bizga to'ralab burchak tekis bo'lishi kerak. Eshik o'rnaganda keyin yopishadi. Devorda chaqing'ir qiyshiqligi bor desa, yo'q, men yaxshi usta ishlatganman, bunaqa deb ko'pchilik tortishadi. Uyda egalari ham ko'rayotganda shularga ahamiyat beringlar. Shuncha pulga narsa qildirishadi, lekin o'sha aynan mebelchilar yoki eshik ustalari kelib, plyunschilar kelib qatirayotganda shunaqa zazorlar bo'lib qolsa, aynan bizdan ko'rishadi. Sizlar qish qilyapsizlar, usta basagansizlar, unaqa ekansizlar, bunaqa ekansizlar deb gapirishadi. Uyda egalari qurdirayotganlar, tushuninglar, ustalar ham, bu ustalarning aybi bas. Hamma ham ideal ish qila olmaydi, robot bas odamlar. Biz endi shu kelishganimiz uchun Xudo xolasa chiroyli qilib yama beramiz. Ko'ngillilar bo'ladi. Yamalgan xonamizni ham hozir ko'rsataman. Mana yamalgan xonamizni plyunslari cho'tki qilib pastlari bilan yamaganmiz. Devorlariga, pastlariga skoch tortib, Xudo xolasa chiroyli chiqdi. Kanalimizni kuzatib borlar, kanalga obuna bo'lishni esdan chiqarmanglar, like, komment kutib qolamiz.